Optimga boradigan kunim hech ham xo'jayinim och ketmaydilar ishga. Unga bormagan kunlarim to'g'risi turishga erinib, choy ham tayyorlab bera olmayman. Xo'jayinimiz zavtraklari shunaqa bo'ldi. 2 ta tuxum, bitta kofe, pentuza bo'ldi, lekin pentuzani yemadilar, kofeni ham ichmadilar, faqat tuxumni yeb ketdilar. Kun davomida 2,5 litr, 3 litr suv ichaman. Muzdek suv ichmay deb kechqurun parovoyga suv olib kirib qo'ygan edim, naqd 3,5 litr. Holsiz bo'layotganimdan beri D3 ichib mana vitaminimni ham ichib oldim. O'g'lim tishlab tashlagan gubkada yuzimga shpaklovka surib oldim. Mana даже videoda ham ko'rsatib beryapman bu gubkaga nima bo'lganini. Bunaqa holatni faqat yosh onalar tushunishadi. Yuzimga tonalniy bilan labimga kontur surdim bo'ldi, boshqa hech narsa surmadim yuzimga. Jannatda merim eshigimizdagida mashinada meni kutib turgan ekan. Bugun nimagadir boshim bilan tishim juda ham qattiq og'riyapti. Aptekaga kirib fonik. Albatta dorini suvsiz ichib olmaydi, suvlaridan ham oldim. Iltimos shuni isitib bering deb mikrovolnovkalarda isitib berdim. Tunneldan tushganda shuni ipodromda katta magazin bor, u yoqqa kirib sirop oldim. Bilasizlar, hozirda dietadaman, 1-2 marta dietam buzildi. Tug'ilgan kunimda, yangi yilda 5-yanvar kunlari dietalarim buzildi. 9-yanvardan yana nazoratli dietadaman. Bugun zavtrakka sir yoki brinza yeyishim kerak edi, sir olib yeb ola qoldim. Uyga keldim, o'g'limni qornini to'yg'izdim, qarasam pampers to'lib ketibdi. Pampersni ham almashtirib qo'ya qoldim. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, keyingi videolarimda yangi kelgan tovarlarim ko'rsataman. Albatta skidka narxlarga qo'yib beraman. Har doim iloji boricha sezonoviy tovarlarni skidkaga qo'yib berishga harakat qilaman. Mana videolarimni kutib turganlarga kattakon rahmat. Xudo xolasa bundan ham zo'r videolar hali oldinda. Albatta like va kommentariy yozib qo'yish esingizdan chiqmasin. Kattakon rahmat.